Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana 250 kvadratlik kat yo'limizda Oqron qishlog'iga dastlabki qilib beryapmiz. Kimga qanday kat yo'llar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana kampligida miyasi, stabilizatori, tozalay turgan ikkita kurakchasi bo'ladi. Mana bajjog'ini ichiga solib qo'yilgan. Mana hozir skuterda dastlabki qilib beryapmiz. Ustoga yaxshimisiz? Assalomu alaykum, kat yo'l uz. Aka, nega buni skuterda olib ketyapsiz? La bo'lamiz, xizmat bilan chiqib ketdi. Uyalmayapti kelgani. O'shanga hozir men bo'shab qoldim. O'shaga aka ketyapti. Ha, tashab chiqay debsiz-da? Ha, yaxshi, zo'r. Mana kimga qanaqa kat yo'llar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Siraylab dastlabki qilib olib borib beramiz. Mana bugunga va'da berganimiz uchun iloji yo'q, skuterda hozir tashlagan kirib ketyapti. Kimga qanaqa kat yo'l kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.